Kundalik hayotda ko'pchiligimiz eshitmagan, tanimagan juda ko'p musulmon olimlar borki, ilm-fan taraqqiyotiga beqiyos katta hissa qo'shgan. Masalan, Ibn Sinoning Al-Qonun kitobi nafaqat islom olami, balki Yevropada ham tibbiyotning asosi hisoblanadi. Kitob 600 yil davomida Yevropada bilim yurtlarida o'quv qo'llanma sifatida xizmat qilgan. Shunday ekan, ushbu video 33 ta musulmon olimlarni e'tiboringizga havola etadi. Rozi birinchi bo'lib chechak va qizamiq kasalliklarini alohida ajratib sharh qilgan. Oq Shamsiddin mikroblar borligini aniqlagan. Kambur Vasim sil kasali mikrobini aniqlagan. Ibrohim Jassar 1000 yil avval mohov kasalligi bilan og'rish sabablarini ko'rsatib, davolash yo'llarini taklif etgan. Ibn Xatib vabo kasalligining yuqumli ekanini ilmiy qarashlari bilan bayon etgan. Ammor 9 asr avval ko'z jarrohlik amaliyotini o'tkazgan. Ali ibn Abbos saraton kasalligi jarrohlik amaliyotini o'tkazgan. Uning Kitob al-Maliki nomli tibbiyot ensiklopediyasi hanuzgacha o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Algebra asoschisi Xorazmiy birinchi bo'lib 0 sonidan foydalangan. U algebra haqidagi birinchi kitob Al-Jabr va Al-Mug'obilani yozgan. Kitob nomidagi Al-Jabr so'zi talaffuzida bir qancha o'zgarishlarga uchrab, algebra sifatida ishlatila boshlangan. Bettani trigonometriya asosini barpo etgan. Abul Vafo trigonometriyaga tangiz, katangiz va kosinus tushunchalarini kiritgan. Nasruddin Tusi trigonometriya sohasidagi birinchi jiddiy izlanishlar muallifi bo'lgan. Trigonometriyadagi o'zgaruvchi formulalarning kashf etilishi Ibn Yunusga tegishlidir. Nyutonga tegishli deb hisoblab kelingan binom formulasini algebraga Umar Xayyom kiritgan. Differensial hisoblashni Sobit ibn G'urra Nyutondan ancha oldin kashf etgan. Zarkali o'z davrining eng aniq va qulay usturlobini kashf etgan. Musulmon olimlar yevropaliklardan ancha avval Yerning sharsimon shakli, shuningdek aylanma harakati bo'yicha o'z fikrlarini bildirib o'tishgan. Yerning o'z o'qi va quyosh atrofida aylanishini esa Beruniy isbotlagan. Beruniy Hindistondagi Kandan shahri yaqinida olib borgan izlanishlari natijasida yer ustining maydonini hisoblab chiqqan. Mazkur hisob usuli Yevropada Beruniy qonuni deb ataladi. 9-10 asrlardayoq aka-uka Musolar yer aylanasining uzunligini o'lchab chiqishgan. Farg'oniyning astronomiya sohasidagi ilmiy asarlari 700 yil davomida Yevropa mamlakatlarida o'quv qo'llanma sifatida foydalanib kelingan. Ulug'bek hukmdor bo'lishiga qaramay, Samarqandda katta rasadxona qurdirib, o'z davrining buyuk astronomi bo'lgan. Jobir ibn Aflaf yevropaliklardan ancha oldin yulduzlarning yorqinligini va joylashgan joyini o'lchash mumkin bo'lgan azimut burchagini topgan. Fizika sohasida Ismoil al-Jasari Kitob al-Hiyol asari bilan kibernetikaga asos solgan. Jobir ibn Hayyon Yevropalik olimlar John Dalton, Otto Hahn, Andrew Fermi, Albert Einsteindan 1000 yil oldin atom ustida tadqiqot o'tkazgan. Ilk marta termoyadroviy kuch fikrini aytgan, atom parchalanishini va bomba shiddatini tasvirlagan. Optika asoschisi Ibn Haysam tasvirlar kitobi nomli ilmiy izlanishlari bilan Roger Bacon, Kepler va Leonardo da Vinci kabi olimlar faoliyatiga sababchi bo'lgan. Mazkur kitob 600 yil davomida ilm-fan olamida asosiy poydevor hisoblangan. Ko'zgularda yorug'ligining aks etish mexanizmi al-Hazin masalasi deya uning nomi bilan nomlangan. Ibn G'irari birinchi bo'lib tokarlik asbobini qurgan. Ibn Fernanes 880-yilda birinchi bo'lib aeroplanga o'xshash apparat qurgan. U o'z qurilmasi uchun qalin mato va qushlarning patlaridan foydalangan. U ma'lum bir vaqt mobaynida havoda uchib yana bir maromda qo'nishga erishgan. G'arbda esa aeroplandagi birinchi parvoz 1903-yilga kelib amalga oshirilgan. Kimyo sohasida so'z ketganda avvalo Jobir ibn Hayyom esga olinadi. Uning kimyo sohasida erishgan yutuqlari Priestley va Mavozen erishgan yutuqlardan ancha kattadir. Giordano Bruni va butun jahon daholari qatoriga qo'shgan. Bashir ismli musulmon olimi yevropalik olim Branddan avval fosforni aniqlashga muvaffaq bo'lgan. Porx va zambarakdan ham birinchi bo'lib musulmon olimlari foydalangan. Pnevmatik zambarak Sulton Mahmudning ixtirosi hisoblanadi. Yerning turli burchaklarini o'rgangan Evliya Chelobi va qit'alarni aylanib chiqqan Ibn Battutaning safar bitiklari bebaho tarixiy va geografik xazina hisoblanadi. Ko'p asrlar ilgari Beruniy Amerikaning mavjudligini aytib o'tgan. Musulmon dengizchi Ibn Majid Idrisi 850 yil avval hozirgi zamonaviy xaritalarga yaqin bo'lgan dunyo geografik
geografik xaritasi tuzilgan. O'rta asrlarda yirik o'simlikshunos va dorishunos sifatida mashhur bo'lgan Ibn Baytar o'z kitobida 1400 ga yaqin dorivor o'simliklar va giyohlarni batafsil sharh qilgan. Mazkur qo'llanma bu sohada asosiy ilmiy manba sifatida xizmat qilgan. Damiri o'zining Hayotul Hayvon nomli kitobida hayvonot olamining tabiati haqidagi aniq ma'lumotlar bilan zoologiyani fan sifatida boyita olgan.